Assalomu alaykum aziz ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi haftalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Tövəndə sizlərə bu haftadan bu yan yüz bergan Uyg'urlarga munosabatlik ba'zi muhim hodisalarni eslatib o'tmoqchimiz. Tövəndə diqqətinizlər haftalik xabarlar programmamızning tafsilotida bo'lsin. Dünya Uyghur Qurultayının arzi bilan 2020 yılı Londonda qurilgan Uyghur Sud kollegiyasining 2021 yılı 9 dekabr günü e'lon qilgan Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan qilmishlarining irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat ishkanligi haqidagi hukmnomasi Irlandiya Kengash palatasida 10 fevral kuni rasmiy muzokaraga qo'yilgan va mazkur hukmnoma asosida hozirlab chiqilgan va Xitoydan irqiy qirg'inchilikni darhol to'xtatish, xalqaro qonun va ahdnomalarga amal qilish, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Şarkı Türkistan'da müstakil tekşürüş elip berişiga yo'l qo'yish qatorliq mazmunlarni o'z ichiga olgan qaror loyihasi Kengash palatasi tarafidan rasmiy qabul qilingan edi. Kuzatuvchilarning Uyg'ur sud kollegiyasining hukmnomasining Irlandiya Kengash palatasida rasmiy muzokaraga qo'yilib, mazkur hukmnoma asosida hozirlangan qaror loyihasining ma'qullanishining Uyg'ur sud kollegiyasining hukmnomasining xalqaro jamoatchilik tarafidan e'tirof qilinishining jonliq isboti ekanligini bayon qilishmoqda. Bu munosabat bilan bugun stansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan Dunyo Uyg'ur Qurultiyi Qonun komitetining mudiri Mehmet To'xta apandim Irlandiya Kengash palatasining yuqorqi qarorining Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan qilmishlarining irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat ishkanligining Irlandiya Kengash palatasi tarafidan rasmiy qabul qilinishi bo'lib hisoblanadiganligini ta'kidlab mundaq dedi. Bunun xalqaradagi boshqa nurg'un davlatlar uchun bir qonuniy jihatdan misol bo'lish yoki o'rnak bo'lish tan iborat shunday cho'ng roli bor. Chunki davlatlar Uyg'urlarga qaratgan Xitoyning mushu vahshiy zulmini ya kishilik huquq dafsandichiligi deb qarayotidi yoki bo'lmaydi parlamentlar buni ba'zi parlamentlar irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi ishlangan jinoyat deb qarorlar avatidi. Endi davlatlar agar bu jinoyatga Xitoy hukumati o'tkazayotgan bu jinoyatga agar kishilik huquq dafsandichiligi deb qarasa, buning uchun bu davlatlarning ishlatadigan mexanizmi tutadigan yo'li boshqacha bo'ldi. Ya'ni faqat cho'ng bo'lsa bu Uyg'ur masalasini parlamentlarda muzokara qilish mumkin, xalqaro so'rovlarda yoki Birleşken Devletler Teşkilatı'da Xitoyni tanqid qiladigan, har xil qarorlarga imzo atadigan yoki Xitoylar bilan ko'rishganda Uyg'urlar masalasini tilga oladigan mush shaklda bu meseleге inkaz qaytirish mumkin. Ama eğer Xitoyning o'tkazayotgan hozirgi zulmini irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi ishlangan jinoyat kategoriyasi bo'yicha qabul qilgan ahvol ostida buni qabul qilishning qonuniy mas'uliyati va buni qabul qilgan har qanday davlat, agar u davlat 1948 yildagi Jeneva ahdnomasiga qo'l qo'ygan davlat bo'lsa, u holda bu davlatlarning Uyg'urlarga qarshi hozir yurgizilayotgan shu irqiy qirg'inchilikni oldini olish, bu irqiy qirg'inchilik jinoyat sodir qilayotgan shaxslarni jazolash va irqiy qirg'inchilikning qurboni bo'lganlarga har xil yordam berishdan iborat uch mas'uliyatni ustiga olgan bo'ldi. Shunlashqa biz Dunyo Uyg'ur Qurultiyi va Dunyo Uyg'ur Qurultiyi tarmoqidagi har qaysi tashkilotlarning bütün devletler, o'z turayotgan faoliyat qilayotgan davlatlarda Uyg'ur qirg'inchiligi va Xitoyning shu Uyg'ur qatorliq millatlar va Sharqiy Turkistonning xalqqa yurgizayotgan vahshiy bostirishini insoniyatga qarshi ishlangan jinoyat ikki kategoriya bo'yicha davlatlarning qabul qilishini qo'l keltirish uchun har xil yo'llarni va terrorchilikni ko'rsatishimizning sababi dal bu davlatlarning bu şu Uyg'urlarning beshi kelayotgan shu milliy qirg'inchilikni to'xtatish, oldini olish va bu milliy qirg'inchilik qilayotgan Xitoy amaldorlarini jazolash, milliy qirg'inchilikning qurbonlari bo'layotgan Uyg'urlarga yordam qilish, mush jihatda bularning qonuniy mas'uliyatini ado qilishga suylash va haydakchilik qilish. Bularning mush o'zlarining qonuniy mas'uliyatini tonish, mushni qo'l keltirishni maqsad qilib shu faoliyatlarni qilyapmiz. Shunlashqa Irlandiyada yüz bergan Irlandiya shu avam palatasının olgan qarori orqali Irlandiya hukumatining bundaq bir qarorga kelishi albatta boshqa davlatlarning shu Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini va Uyg'urlarga qarshi ishlangan insoniyat qarshi ishlangan jinoyat qilmishlarini Xitoy hukumatining shuni qabul qilish va shu bo'yicha o'zlarining
qonuniy mas'uliyatini ado qilish qatorliq jihatda shu Irlandiyaning tutgan yo'li muhim o'rnak tashkil qildi va boshqa davlatlarda ham shunday ahvollarning yuz berishini, o'tirib chiqishini umid qilamiz va shu haqda tirishchilik qilamiz. 11 fevral kuni Germaniyaning Myunxen shahrida o'tkazilgan bir murosimda Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Aysa, Sharq Turkiston uchur markazining mas'uli Abdujalil Qaraqash apandi, İlham To'xtini qo'llash guruhining mas'uli Anvarjon apandilar Germaniyadagi Uyg'ur jamoati nomidan Uyg'ur harakati tashkilotining 2022-yillik Nobel mukofotiga nomzod ko'rsatilganligini qizg'in tabriklash bilan birga Myunxen shahriga xizmat ziyoratiga kelgan Uyg'ur harakati tashkilotining qurg'uvchi raisi Roshan Abbos xonimga gul taqdim qildi. Dolqin Aysa apandi murosimda qilgan so'zida Dunyo Uyg'ur qurultiyiga a'zo Uyg'ur kishilik huquq qurilishi bilan Uyg'ur harakati tashkilotining va kishilik huquq jangchisi İlham To'xtining 2022-yillik Nobel tinchlik mukofotiga nomzod ko'rsatilishining dunyodagi har qaysi davlatlarning Sharq Turkiston davosining haqqoniy bir da'vo ekanligini qabul qilganligining isboti ekanligini, buningdan qattiq suyunganligini ifoda qildi. Roshan Abbos xonim murosimda qilgan so'zida biz bu sharafning faqat bizning Uyg'ur harakati tashkilotiga emas, bizning qo'llayotgan barliq tashkilotlarga, Uyg'ur jamoatiga oid ekanligini yana bir qaytim ta'kidlamoqchimiz. Nobel tinchlik mukofotiga nomzodlikqa ko'rsatilishimizning natijasi nima bo'lishidan qat'iy nazar bu tarixiy bir hodisadir. Bu bizning texmo iftiqorlanib, vatanimizning ozodligi uchun texmo ko'p tirishchilik ko'rsatishimizga turtki bo'ladi deb ko'rsatdi. Irqiy qirg'inchilik olimpiki deb atalgan 2022-yillik Beijing qishliq olimpik yig'ini boshlangan dal 4-fevral kuni Uyg'ur kishilik huquq qurilishi bilan Uyg'ur harakati tashkilotining Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qarata sodir qilgan vahshiyliklarni oshkorlashda qo'shgan tuhfasi uchun Amerika Avom palatasi a'zolari Tom Suozzi bilan Christopher Sims apandilar tarafidan 2022-yillik Nobel tinchlik mukofotiga nomzodlikqa ko'rsatilganligi muhojiratdagi Uyg'urlarni alohida suyundirib qolmay, kuzatuvchilarning kuchli diqqatini qo'zg'agan edi. Germaniyaning dong'liq Ludwig Maximilian universitetining qonun fakulteti tarafidan 15-fevral kuni o'tkazilgan va Kanada, Amerika, Norvegiya, Belgiya, Fransiya, Ispaniya qatorliq davlatlardagi universitetlarning qonun fakultetining o'quvchilarining qatnashida o'tkazilgan xalqaro muhokama yig'inida Uyg'ur irqiy qirg'inchilik masalasi yig'inining asosli muzokara temalarining biri bo'ldi. Germaniyaning Myunxen shahriga joylashgan Ludwig Maximilian universiteti qonun fakultetining alohida taklifi bilan mazkur yig'inga qatnashgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining bayonotchisi va qurultoy ayollar komitetining mudiri Zumratay Erkin xonim yig'in qatnashuvchilariga Sharq Turkiston va Uyg'urlarning umumiy vaziyati, mustabid Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan xalqlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik siyosatining boshlanish jarayoni va orqa ko'rinishi, Xitoyning Sharq Turkistonda ta'sis qilgan jazo lagerlarining mohiyati, Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan jazo lagerlari va majburiy emgak tuzumi, Xitoyning Uyg'urlarni majburiy dinsizlashtirish, Uyg'urlarning madaniy meroslarini yo'q qilish, Uyg'urlarni majburiy tug'mas qilib naslini quritish, Uyg'ur o'smirlarini ota-onalaridan majburiy ayirib etish, Uyg'ur milliy ma'arifini tamoman cheklashdek bir qator fashistik siyosatlari va Xitoyning bu xil jinoiy qilmishlariga qarata xalqaro jamoatchilikning Xitoyga ko'rsatgan inkaslari. Shundaqla Dunyo Uyg'ur qurultiyining xalqaro sahnalarda Xitoyga qarshi ilib berayotgan faoliyatlari mazmun qilingan 2 soatga yaqin maxsus doklad berdi. Zumrata Yarkin xonim so'zida Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyatlarining bugun xalqaro organlar va demokratik ellar tarafidan bir-birlab e'tirof qilinishga boshlanganligini, Amerika Tashqi ishlar ministrligining va Kanada, Angliya, Gollandiya, Belgiya, Fransiya, Chexiya, Litva parlamentlarining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qabul qilib maxsus qaror qabul qilganligini, millionlagan begunoh Uyg'urning jazo lagerlariga qamalganligining va ularning lagerlarda jismoniy va ruhiy jihatdan ig'ir qiynashga, xo'rlashga va o'ldirishga duchor bo'layotganligining Birlashgan Davlatlar Tashkiloti irqiy ayirmachilikning oldini olish oliy komissarligining dokladida rasmiy yer olganligini, Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi, jazo lagerlari va majburiy emgak tuzumi sababli Amerika boshchiligidagi bir qism demokratik ellarning va Yevropa Birligining Xitoyga va Xitoyning bir qism rahbarlariga jazo va embargo tadbirlarini yo'lga qo'yayotganligini, navbatda Beijingda o'tkazilayotgan qishliq olimpik yig'inining ko'plagan demokratik davlatlarning diplomatik boykot qilishiga uchirganligini alohida eskartib o'tdi. Zumrata Yarkin xonim dokladining oxirida Kanada, Amerika, Norvegiya, Belgiya, Fransiya, Ispaniya qatorliq davlatlardan kelib bu qitimqi muhokama yig'iniga qatnashgan qonun fakulteti o'quvchilarining Uyg'urlar masalasi haqidagi turli savollarga javob berdi. Bu munosabat bilan bugun stansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan Zumrata Yarkin xonim o'zining bu qitimqi yig'inga qatnashish orqali Germaniya va har qaysi ellardagi universitet o'quvchilarining Uyg'urlar masalasiga, bo'libmi Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va jazo lagerlari masalasiga bo'lgan qiziqishining alohida yuqori ekanligini cho'nqur his qilganligini,
İkinci Dünya Urushidan keyin əmdi əsla təkrarlanmaydı deyilgan Nazi kamplarının bugungi kunda Sharq Turkistonda qayta o'tirg'i chiqishining universitet o'quvchilarini dahshatga tushirganligini va yig'in qatnashuvchilarining Xitoyning bu xil fashistik qilmishlariga qarshi tegishli inkos qaytardiganligini ifoda qilganligini bildirdi. 12 fevral kunimi Dünya Uyg'ur Qurultiyi ijroiya komitetining raisi Umar Qanat apandim Teksasdagi Houston universitetida musulmon o'quvchilar uyushmalari tomonidan o'rinlashtirilgan yig'inga alohida taklif bilan qatnashib, Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchiligi haqida leksiya bergan hamda musulmon o'quvchilarni Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtatish uchun safarbar bo'lishga chaqirgan edi. Mustabid Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarga qaratgan madaniyat qirg'inchiligi yuqori pallaga ko'tarilgan. Ko'plagan moyir san'atkorlarimiz turma va jazo lagerlariga qamalgan. Uyg'urlar Xitoyning an'anaviy kiyimlarini kiyib, changchila o'ynashga, atalmish Junxo madaniyatini qabul qilishga majburlanayotgan bir paytda, chet ellardagi Uyg'ur qarindoshlarimiz 2022-yillik Navro'z bayramini mo'l mazmunli san'at nomerlari bilan kutib olish orqali Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan madaniyat qirg'inchiligini yana bir qaytim dunyo jamoatchiligiga xotirlatishga hozirlanmoqda. Bundan 20 yil burun elga tonilgan danglik san'atkorlarimizdan marhum Kurash Ko'san va Oblimi Tursun apandilar Germaniyaning Myunxen shahrini markaz qilgan holda Yevropada Navro'z nomli san'at faoliyatini boshlatgan edi. Dünya Uyg'ur Qurultiyi Madaniyat Komiteti, Qurultay Yoshlar Komiteti, Qurultay Ayollar Komiteti va Germaniya Uyg'ur Ma'arif va Madaniyat birligi 3-oyning 20-kuni Myunxen shahrida Yevropada Navro'z nomli cho'ng tipdagi madaniyat san'at faoliyati o'tkazishga hozirlanmoqda. Danglik san'atkorimiz Oblimi Tursun apandimning bevosita rejissorligida o'tkaziladigan bu yillik Navro'z faoliyatida asosligi Germaniya Uyg'ur Ma'arif va Madaniyat birligi tarkibidagi Uyg'ur maktabining o'quvchilari, Germaniya va Yevropadagi bir qism yosh san'atkorlarimiz mahorat ko'rsatdi. Navro'z faoliyatida yana Xitoyning turmalarida, jazo lagerlarida tutib turilayotgan san'atkorlarimizning ahvoli tunishtirilgan va Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi gavdalantirilgan rasm ko'rgazmasi ochiladi. Xitoyning madaniyat qirg'inchiligi namoyon qilingan dramalar o'ynab chiqiladi. Bundan 20 yil burun marhum Kurash Ko'san apandi bilan birga Myunxen shahrida Yevropada Navro'z nomli faoliyatni boshlatgan va hozirga qadar butun Navro'z faoliyatlariga san'at jihatdan yetakchilik qilib kelayotgan elga to'nilgan san'atkorimiz Oblimi Tursun apandim bugun istansimizning maxsus ziyoratini qabul qilib mundoq dedi. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Bundan 20 yil burun, ya'ni 2002-yil 3-oyda marhum Kurash Ko'sanni Shvetsiyadan Germaniyaning Myunxen shahriga taklif qilib, bu yerda tunji qitim Yevropada Navro'z nomli san'at kechiligini o'tkazgandik. Marhum Kurash Ko'san bilan o'tkazilgan san'at kechiligimiz ayni vaqtda nihoyatman qizg'in qarshi elinishib, bak yaxshi o'tgan bir faoliyat bo'lgan. Shu vaqtda marhum bilan bir maslahatlashib, biz tunji qitim shunday bir faoliyatni, ya'ni Yevropada Navro'z nomi bilan bir faoliyatni boshlaylik. Mushu asosda balkim kelajak avlodlar, kelajakda yana davomli mushu Yevropada Navro'z ismi bilan Navro'zni elib berib, faoliyat elib berib, buningdan texmi jonlanishi mumkin degan arzu umidlar bilan 20 yil burun biz bu boshlagan. Endi biz o'ylagandek jonlanib, o'ylagandek maqsadga yetilmagan bo'lsa-mu, Allohga shukr, hozircha bu orliqda yana Yevropada Navro'z ismi bilan bu faoliyat elib kelinyapti. Endi bizning arzu umidlarimiz vatanda bo'lsa mümkünçilik yok. Hazır meşrep degan nam, Navro'z degan nam ve başka bizning örf-odat, qoida usulumuzga mos keladigan shu asos shakllangan ism nomlar asosan yo'q qilib o'tilib bordi. Bo'libmi bu meşrep ve Navro'z degan ismlar Xitoylarga nisbatan bir reaksiya beryapti. Shunlashqa endi mayaqlat imkon bo'lgandan keyin biz yana davomli mush Yevropada Navro'z ismi bilan har qaysi davlatlarda yashayotgan qarindoshlarimiz o'zining bor imkon sharoitlari bilan mush faoliyatni uyushtirib, tashkillab, madaniy faoliyat, müzik, san'at, har xil aqliyat, so'zlash, she'r, maqolalar bilan bir jonlantirib, shunday bir faoliyatni elib berishni umid qilaman. Shu vaqtda biz kurash bilan elib vaqtida mana bir nusxa qo'limda qilib qolibdi. Yevropada Navro'z san'at kechiligi deb bunun qo'ygan shuarimiz Ana yurting aman bo'lsa, rang ro'ying samon bo'lmas deb bu shuarni o'tirib qo'yib, shu asosda san'at kechiligini ep olgan. Shuningdek keyin Kurash Ko'san orliqdan 3 yil o'tgandan keyin vafot bo'lib ketdi. Uning qoldirgan asarlari shu vaqtda bizga bergan ta'siri, shu kechilikda o'rilgan ilg'or shunday mazmundagi asarlari bizga yod xotir bo'lib qoldi.
Şunlaşqa buningdagi qarindoshlarimizningki yana davomli mush Yevropada No'ruz san'at kechiligini ilib berishini umid qilaman. 16 fevral kuni Sharq Turkiston vaqfisining qurg'uchi a'zolaridan biri Uyg'ur general marhum Mehmet Rıza Bekinning vafot bo'lganligining 13-yilligi munosabati bilan Istanbulda faoliyat olib berayotgan Sharq Turkiston vaqfisi va ko'p sonli Uyg'ur ijtimoiy taratqular orqali uni aslidi va uning Uyg'ur davosiga qo'shgan tuhfasiga yuqori baho berdi. 1925-yili Xotanda dunyoga kelgan. Tağısı Muhammed Emin Buğra'nın yardımı bilen Afganistan'a kelip 1934-yilida o'qish uchun Turkiyaga avatilgan Mehmet Rıza Bekin qobil bir diplomat bo'lib, u umrining oxirigacha Uyg'urlar uchun xizmat qilgan. Sharq Turkiston davosini Turkiyaning milliy masalasiga aylantirish uchun ko'p tirishchanlik ko'rsatgan edi. General Mehmet Rıza Bekin bilen Sharq Turkiston vaqfisida uzun yil birga ishlagan Hamidxon Göktürk bu vaqtda qilgan so'zida Türk armiyasida generallikcha o'sgan Mehmet Rıza Bekinning pensiyaga chiqqandan keyingi 30 yillik hayotini Sharq Turkiston davosiga atag'anligini, 1992-yili Istanbulda Sharq Turkiston milliy qurultayini chaqirganligini, Turkiyada 1000 atrofida Uyg'ur o'quvchini o'qitganligini, 40 kishining universitetlarda xizmat qilayotganligini bayon qildi. Hamidxon Göktürk apandi general Mehmet Rıza Bekinning Turkiya harbiy maktabini bitirib, Koreya urushiga qatnashgan. Keyin Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotida Turkiya vakili bo'lib xizmat o'tagan birdan-bir Uyg'ur ekanligini, umrining oxirigacha Uyg'urlar uchun xizmat qilganligini, Uyg'urlarning uni hargiz unutmasligi kerakligini bayon qilib o'tdi. Dünya Uyghur Qurultayının raisi Dolqun Aysa apandi bu vaqtda qilgan so'zida General Mehmet Rıza Bekinning 20-asr Sharq Turkiston mustaqillik ko'rishiga zo'r tuhfa qo'shgan unutilmas shaxsiyat ekanligini, Dünya Uyghur Qurultayının qurilishiga zo'r tuhfa qo'shganligini bayon qildi. General Mehmet Rıza Bekin 1996-yili Germaniyaning Myunxen shahrida chaqirilgan tunji navbatlik Dünya Uyghur yoshlari qurultayiga qatnashish orqali o'zining Uyghur yoshlariga bo'lgan qo'llashini ifoda qilgan. Keyin Dünya Uyghur Qurultayining umumiy yig'inlariga vakil bo'lib qatnashgan edi. Marhum General Mehmet Rıza Bekinning eng muhim xizmatlaridan biri Uyg'ur o'quvchilarni o'qitish edi. U 1980-yildan 2010-yilgacha bo'lgan oralikda ko'p sonda Uyg'ur o'quvchilarni o'qitgan bo'lib, hozir bu o'quvchilar Turkiyaning har qaysi universitetlarida xizmat qilmoqda. Marhum Mehmet Rıza Bekin 1925-yili Xotanda tug'ilgan. 9 yosh vaqtida oilasi bilan birlikda vatanidan ayrilgan. U Turkiya quruqliq armiya maktabini oliy natija bilan bitirgan. 1950-yillarda Turkiya qo'shinida Koreya urushiga qatnashgan. Marhum Amerika va Germaniya qatorliq davlatlarda Turkiyaning harbiy va istixborot xizmatlarini ishlagan. U Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotida vazifa o'tagan. 1985-yili Turkiya armiyasidan general unvoni bilan pensiyaga chiqqan. Marhum 1990-yillardan keyin Sharq Turkiston milliy qurultayi, Sharq Turkiston vaqfisi qatorliq tashkilotlarda rais, muavin rais va faxriy rais bo'lib vazifa o'tagan. Marhum bundan 12 yil burun Turkiya vaqti kech soat 8:35 minut o'tganda Anqarada ko'z yumgan edi. Dünya Uyghur Qurultayı Birleşken Devletler Teşkilatı Maarif, Fen ve Medeniyet Teşkilatı UNESCO tarafından bekitilgan 21 fevral Dünya Ana Til Kunida Uyg'urcha a'mala yezigini ijod qilib ro'yobga chiqargan Uyg'ur va chet tillik mutaxassislar bilan vatan ichida jiddiy yo'qolish xavfiga duch kelayotgan Uyg'ur tili yezigini qo'g'dab qilish asosi tema qilingan muhokama yig'ini o'tkazishga hozirlanmoqda. Birleşken Devletler Teşkilatı Maarif, Fen ve Medeniyet Teşkilatı UNESCO 2000-yili 21 fevral kuni Dünya Ana Til Kuni qilib bekitgan. Shundan buyon chet ellardagi Uyg'urlarni har yili 21 fevral kunida ona tilimizni qo'g'dab qilish mazmun qilingan turli shakldagi faoliyatlarni uyushtirish orqali bu kunni xotirlab kelmoqda. Dünya Uyg'ur Qurultayi va Uyg'ur Akademiyasining tashabbusi bilan chet ellik ba'zi tadqiqotchilar va Uyg'ur akademisyenlar o'tgan yildan buyon jafoliq izdanish orqali yaqinda Uyg'urcha a'mala yezigini ro'yobga chiqargan. Gerçi növbette ko'rish iqtidorini yo'qotgan Uyg'urlarning soni haqida aniq bir ma'lumot bo'lmasa-mu, ammo mutaxassislar Uyg'urcha a'mala yeziqining ijod qilinishining Xitoy hokimiyati tomonidan tamoman yo'qotishga duchor bo'layotgan Uyg'ur tili yeziqini chet ellarda muhofazat qilish va uni taraqqiy qildirishda tarixiy ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlashgan edi. Bu munosabat bilan Dünya Uyg'ur Qurultayi bu yillik Dünya Ana Til kunida Uyg'ur tili yeziq tarixidagi zo'r bir yangilik deb qaralgan Uyg'urcha a'mala yeziqini qutluqlash va bu asosda muhokama yig'ini o'tkazishni qaror qildi. 21 fevral kuni Dünya Uyg'ur Qurultayining Yevropa Birligidagi xizmatlarga mas'ul alohida vakili va Qurultay Bruksel ishxonasining direktori Coinstop apandimning riyosatchiligida ingliz tilida o'tkaziladigan to'r muhokama yig'iniga Uyg'urcha a'mala yeziqini ijod qilishda asosli rol o'ynagan Amerika universitetining o'quvchisi Harris Mowbray, Germaniyadagi Uyg'ur turkuluk doktori Ablat Samad, Indiana universiteti O'rta Osiyo tillari tadqiqot markazining direktori professor doktor Gulnisa Nazarova qatorliqlar doklad berishga taklif qilindi.
Ommaga ochiq bo'lgan va yo'qolish xavfiga duch kelgan Uyg'ur milliy maarifini va Uyg'ur til yezigini qanday qilib qo'g'dab qilish asosi mazmun qilingan muhokama yig'iniga tövandagi ulanma orqali o'zingizni tizimlatib bevosita qatnasha olasiz va savol fikrlaringizni bayon qila olasiz. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın ma'lumotlariga asoslanganda navbatda dunyoda 7000 xildan ortiq til bo'lib, bularning 40% yo'qolib ketish xavfiga duch kelgan. Ba'zi mutaxassislar agar Xitoyning Uyg'ur milliy maarifini va til yezigini yo'qotish maqsadida navbatda yo'lga qo'yayotgan assimilyatsiya siyosatini to'sib qilish uchun jiddiy harakat qilmagan taqdirda yana 40-50 yildan keyin Uyg'ur tili yeziqining yer sharidan tamoman g'oyib bo'ladiganligini taxmin qilishmoqda. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi haftalik xabarlar programmasini diqqatingizga sundiq. Keyin qitimliq programmamizni ko'rishaylik. Ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh. Erkinlik yolida sudek aktı bizning qanimiz. Sen üçün ey yurtimiz